Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun hafta kuniga dushanba, 2026-yil 9-fevral. Mana bu ko'rib turgan videodagi tasvir bu shaftoli hisoblanadi. Shaftoli. Shu shaftoliga e'tibor beramiz. Shaftoliga mana kasallangan. Hamma shu shaftolining hamma 3 qismlarida kasallanish belgilari bor. Mana e'tibor bering. Mana kasallanish belgilari. Mana bu tomonlarda. Mana e'tibor bering mana. Hammasida kasallanish belgilari mana. Xo'sh. Bu nima bu? Bu sharq mevaxo'ri deb ataladi. Bir vaqtlar bizga o'sha Yaponiya, Koreya tomonlardan kelib qolgan. Oldin bizni bu yerlarda bu hasharot bo'lmagan. Hozir esa bizda bu juda bir keng tarqalgan. Hattoki juda shunaqa tez tarqaladiki, bu hasharot butun bir maydonlarda to'liq egallaydi. Agar kimyoviy yoki biologik ishlov berilmasa, juda ko'p hosildorlikni yo'qotilishiga sabab bo'ladi bu. E'tibor bering. Xo'sh, bunga qarshi qanday kimyoviy chora qo'llashimiz mumkin? Birinchi sharti mana kasallangan mana. Mana shunga e'tibor beraylik. Kasallanganmi mana? Mana e'tibor bering, kasallangan joyi. Shu joydan 15 sm pastrog'idan qirqib tashlaysiz va qirqilgan novdani, kasallangan novdani dala maydondan bitta qo'ymay olib chiqib yoqib tashlanadi. Shuni o'zi ancha kasallikning kamayishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik buni qirqib tashlaydi, shat qirqadi, shunda qirqadi, tagida qolib ketadi. Bu noto'g'ri. Buni qirqilgandan keyin mana qirqdingizmi, shu yerdan qirqdingizmi, marhamat olib chiqib, bitta qo'ymay olib chiqib tashangda, yoqib yuboring. Yaxshi bo'ladi yoqib yuborsangiz. Mana. Xo'sh, bunga qarshi nima qilishimiz kerak? Bunga qarshi eng yaxshi, demak, preparatlarda sizlarga taqdim etaman. Birinchisi Karagen preparati bor. Shaftoli gulla bo'ldi. Gullagandan keyin meva tugdi. Mevasi taxminan shu no'xatday bo'ldi. No'xatday bo'ldi. Shunda 10 litriga 5 gram miqdorida Karagen sepiladi. Oradan 15 kun o'tkazib turib, ikkinchi marta Detsis seping. 10 litriga 6 gram miqdorida qilib. Yoki bo'lmasam Kalipso seping. 10 litriga 6 gram miqdorida. Mana 3 ta preparat. Detsis, Kalipso va Karagen. Shu uchalasidan foydalaning. Faqat almashib foydalaning. Shu uchalasidan bir martadan sepib olsangiz, har kun 14 kun o'tkazib turib foydalansangiz, sharq meva xo'rini 90% ga oldini olasiz. Mana bu yildan keyingi hosilni, yo'qotiladigan hosilni saqlab qolasiz. Salomat bo'ling.